sug'urib tashladingiz. Ana bugun 6 bo'ldi, quloqlarimga ishonmadim 6 bo'lganiga. Bir tanishim orqali keldim deyapman. Siz doimiy Instagramdan kuzataman. Doim shu videolaringizni, nimalaringizni kuzatib boraman. Siz bilan o'zi uchrashishga, mana shu sizda davolanishga rosa xohish bo'lganda, keyin xo'jayinlarim ham qamayib bo'ldi. O'zi xo'jayinimga tanishlari edi. Boramiz, shifo topamiz inshaalloh deb keldik. Mana bu yuragimdan juda ko'p marotaba, men 5-6 marotaba qattiq udar olganman shu sahr orqali. Yuragim tez urardi, davleniyam to tushib, to chiqib, juda ko'p qiynalganman 11 yil davomida. Bugun hozir o'zimni juda yengil his qildim. Yengil xushdayman. Mehnatingiz kelyapti, yuzingiz kelyapti, harakat qilib. Shunaqa qilib kelyapti. Lekin to'xtatmang, lekin ish qilish kerak. Uyda yotmang, kelinlarga hamma ishimizni buyurib. Kelinlar ishni oling qolmasin. Men o'zi o'tirolmayman o'zi. Yo'q, kelganda zo'r o'tirdingiz-ku mamlikda. Yo'q, ana shunday o'tirsam ham meni qilgan ishlarimni ko'rsangiz hayron qolardingiz, doktor. Qayerdan? Uyda Surxondaryodan. Bizda doim uyda katta hovli, katta limonariyam bor. Ubersti limonariyam bor. Limonlar, apelsinlarim bor. Ularni qarash kerak, o'tash kerak, mollarimiz bor. Unga xo'jayinim kunlarda sen yaxshilab so'ragin doktordan. Senga o't o'rish mumkinmi yo'qmi deb so'radi. Ketmoqchi bo'lib Yo'q a. Sen hozir 1 yildan ishla olmasang kerak dedilar. Yo'q, men doktordan aniq so'rayman. O't o'rish kerakmi yo'qmi deb. Mehnat qilmasangiz bo'lmaydi. Albatta mehnat yaxshi. Ishlash kerak, ishlamasangiz bo'lmaydi. O'zim bilmayman, ana kelin deb o'tirmayman. O'zimda harakatchanlik ko'p, faqat meni mana shu kasallik o'zgani ezib qo'yardi-da. Orqaga qarab ketib qolardim o'sha paytlar. O'shanday ozgina yaxshi bo'lganimdan darrov turib qimillab ketardim-da. Baribir dietalaringizni qilib turing. Dieta qilaman albatta. Ehtiyot qilib o'zingiz yeting. Lekin mehnat fizический нагрузка berish kerak organizmga. Mehnat qilish kerak. Mana bu qo'llaringizdagi mushakni ko'paytirish kerak, oyoqdagi mushaklarni ko'paytirish kerak. Hech qanday qo'rqmang, mehnatdan qo'rqmang. Demak, qilish kerak. Qilish kerak. Mehnat qilib, nima ish bo'lsa, apelsinlar yetishtirasizmi? Apelsinimiz bor, limonlarimiz bor. Limonni bilardim, shu O'zbekistonda limon Apelsinlar shunaqa shirin bo'ladi. 55 tub limonim, apelsinim bor. 89 tub limonlarimiz bor. Hozir shunday nima hosilga kirib qolgan. Katta-katta ishi sarg'ay boshladi. Nasib Xudo xohlasa oktyabr, noyabr oylarida pishib qoladi. O'zimizdan chiqadi. O'sha apelsinlar yolmasdim-da men, sahr bo'lgani uchun. Ko'p yolmasdim, o'zimizda shirinda u. Xudo xohlasa bu yil yeyman deb umid qilaman. Xudo xohlasa. Yuring, bosuring boriga. Rahmat hammalaringizga. Salomat bo'ling. Biz ham xursandmiz bizga ishonib kelganingizga. Rahmat. Hamma bemorimizga shifo bersin. Sizni men koridorda ko'rgandan tanidim, chunki doim ko'rganman Instagramda. Shu kishi ekan deb qarab qo'ydim-da. Shu kishi ekanlarda deb Oybek doktorimizga kattakon rahmat. Chiroyli tavsiyalar berishdi. Hamshiralar chiroyli ukollar qilishdi, hammalari. Muomalalariga gap yo'q. Ular muomalalari o'z kasalni tuzatib qo'yadi-da. Juda chiroyli muomala qilishdi. Biz xursandmiz hammamiz. Sizlarga kattakon rahmat. Gipokratga murojaat etildi. Sahnada пожалуйста. Mana Surxondaryodan bitta Surxondaryodan yana bitta opamiz bor bizda. Fermer opa deymiz biz. Ular ham постоянно kelib turadi, sahnaga operatsiya qiladi. Xursand. Mana shu yil fevral oyida nimaga bordik? Umraga bordik. Kabarni aylanib turib rosa duo qilganman-da. Qodir ekan, meni mana shu kasaldan forig' qilgan. Qanday qilsam ham men shu kasaldan umuman batamom uzilib ketay deb rosa duo qilgan ekanman. Allohimga shukrlar bo'lsin, qarang ijobat bo'ldi duoyim. Avvalambor Xudo. Sizlar bir sababchisizlar. Mayli. Telefonlaringizni berdingizmi? Yo'q, berganim yo'q. Telefoningizni ayting. 91 927 97. O'zingiz nomeringiz? O'zimning nomerim. Surxondaryo qaysi rayon? Denovdanmiz. Denovdanmi? Denovga borardimmi? Bir borib turardik, o'tgan yil borib qo'ydik. İşimiz ko'p ko'rdingizku. Sangarlar tollari bor. Zo'r bo'lib ketdi, yoqlarim, qanotlar qo'yib, juda
chiroyli xushmanzara joylar, damladigan joylar, dachalar zo'r qoladi. Boramiz keladi. Xudo xohlasa boringizlar, bizga ham boringizlar mehmonga. Albatta boramiz. Xudo xohlasa. Sog' bo'ling. Telefon qilsa, denovliklarga telefon qilsa, siz maslahat bera olasiz? Albatta. Yordamingizda ayab. Albatta, men o'zim shifo topdimmi? Menday kasallar hech qachon qiynalib yurishmasin.